Assalomu alaykum. Bu safar Yandex bonuslari qanday tarzda ishlaydi va qanaqa hollarda bonus nima sababdan tushmay qolishi haqida gaplashamiz. Xo'p, o'rtoqlar, zakaz bajarayotgan vaqtingizda zakazinglar agar 2 minutdan kam yoki 2 kilometrdan kam bo'lgan bo'lsa, buni Yandex o'sha bonuslar qatoriga qo'shmaydi. Undan yuqori bo'lishi kerak kilometr hamda minutlari. Bu birinchisi edi. Ikkinchi sababi o'zingizlar zakaz chaqirib, tezroq o'sha bonusni yopaman deb aytasizlar-ku. Ana o'sha ham Yandex tomonidan aniqlashtiriladi va buni rejalashtirilgan zakaz deb bonuslar qatoriga qo'shmaydi. Shu sababli sizlarda o'sha 30 tadan, misol deylik, 28 tasi yoki 29 tasi tasdiqlangan bo'ladi. Sizlar o'zingizlar chaqirgan zakazinglar tasdiqlanmaganlar qatoriga qo'shilib qoladi. Yana bir gap. Deylik, haftalik bonus vaqti bugun 23:59 da tugaydi. Sizlar iloji bo'lsa 20:00 da yoki bir 2 soat, 3 soat oldin taksi parkinglarga murojaat qilib, bonuslarni ko'rib bering, hammasi o'tganmi? Sizlarda hammasi ko'rinmasligi mumkin. Anig'ini taksi park sizlarga to'liq ravon ko'rsatib tushuntirib beradi. Va uchinchisi, agar sizlarga bonus tushgan bo'lsa, faqat to'liq emas, lekin sizlar hammasini to'liq bajardinglar. Deylik, 350 minglik bonus puli tushishi kerak. Sizlarga 350 ming emas, 330 ming yoki bo'lmasa 300 ming, 315 ming. Unda sizlar taksi parkinglardan bir so'rab ko'ringlar. Bonusdan foiz oladimi? Bonusdan foiz olingan holatda taksi park tarafidan sizlarga bonus puli to'liq tushib berilmaydi. Bunda Yandex ayb emas. Taksi parkinglar sizlarni hisobingizdan bonus uchun foiz yechib qolinishi hisobga olinadi. Va yana bir gap. Sizlar bonus uchun buyurtmalarni to'liq bajardinglar, lekin bonus puli sizlarga tushmadi. Bunaqa holatda bo'lsa, hozir sizlarga skrinshotlar bilan ko'rsatib qo'yamiz, bitta ko'rasizlar. Bu yerda bonus to'liq zakazlari bajarilgan. Bilasizlar, bonus bajarsanglar, ertasi kuni soat 6 dan 9 ga qadar shu vaqt orasida sizlarga bonus pulini tashab beradi. Ammo shu haydovchimizga bonus puli tashalmagan edi. Biz buni poddeshkaga yozdik, uni skrinshotlarini ko'rib turibsizlar. Va xatolik ketganligi sababli bonus pulini baribir bugunni o'zidayoq tashab berdi. 24 soat mobaynida tashab beramiz deb aytadi. Shunaqa holatlarda sizlar bemalol poddeshkaga yozsanglar bo'ladi. Poddeshka, ya'ni bizga yoki bo'lmasam o'zingizlar ham yozma ravishda o'zingizlarning ilovalardan yordam xizmatiga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu sizlarga aniqlashtirib beriladi. Bonus tizimi xuddi shunaqa holatda ishlaydi. Agar yana qanaqadir savolinglar bo'lsa, kommentariy yozib qolinglar, biz javob beramiz.